yana qurumsoqdek qaynotam yonga keling, gadoylik qilishadi. Sen ham kelding-ku. Yaxshi bo'libdi. Men qaynotam yonga kelganim yo'q. Men xotinimni dadasini yonga keldim. Men ham shu. Xotinim dadasini yoniga. Meni gapimni takrorlama, iltimos sendan. Ey, butun jahonda menga boshqa odam qurgandek san bocha bo'lgansan-da. Erimdan qo'lingizni oling. Ey, opang, Tasallam er-xotin. Er-xotin urasizlar. Urashasanmi? Ey, ursa, nima gapirsan? Kel. Yana keldinglar, Darmet kuyovlar. Shu Darmet deyman qandajon? Ko'nglim og'riydi. Qay Darmet deydi-da. Haqiqatan ham darmaydi deydi. Nima xizmat qilay, nimaga keldinglar? Dadjon, endi bizlar siz gapiring. Dajon, bilasizmi, eng katta qizingizman. Shu kuyovingiz bilan baxtli yashashimiz uchun biz ko'p emas, 8 xonali kichkinagina uycha kerak. Ibey, qanday sizga beradilar? Kichkina aytmasak-ku. Nima aytlaysiz, nima qillaysiz? Aqlli o'tiribsiz, opang zaman gap, shart gapir, hamma narsa dadangizga berib turibdi. Menga qarang dadjon, eng kichkina kenjasi bizami? Mana kichkina qizingiz bu kenjaki-yu, menmi? Bizlarga berishingiz kerak bu narsani. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Mana qaranglar qizlarim, ko'p urushib talashmang. Mana rohat ikkinchi obyektni qurilishi boshladi. Nasib bo'lsa bu yerdan senga ham, menga ham o'y qilib beraman. Qachon bitadi bu dada? 1 yilda bitiraman asabimiz menga. Qaynotam davlatim. Qaynota davlat emas, qaynota jannat, rahmat o'y uchun. Bo'ldimi, yoqdimi sizlarga? Faqat bitta notarafi bor-da. Shu Dinamo Kalsaga 2 donagina taksi chaqirsangiz, biz bosham bilan o'yga Haqiqatan ham. Taksini ham men chaqirayman. Ana, gap tegida gap bor. Taksi chaqirmaslik uchun bitta bojam moshi, bitta menga moshina olib berasiz. Ma'luba. Menga ma'luba. Bir xil qilib meni yuramiz bojam bilan. O qara. Bir kun shu yuragi yorilib o'yladi qaynotam.